Chingiz Aytmatov Qiyomat. Chingiz Aytmatovning Qiyomat romanida ezgulik va yovuzlik, haqiqat va yolg'onning, adolat va jaholatning o'zaro kurashi, inson va tabiat va insoniyatning o'zaro uyg'unligiga esa bo'rilar Akbara bilan Toshchaynar orqali tasvirlanadi. Insoniyat o'z manfaati yo'lida tabiat va uning boyliklari beayov sarflashi, yakson qilishi, tabiiy hududlarning o'zlashtirilishi, o'rmonlarning yo'q qilinishi, tabiat va insoniyat o'zaro mutanosiblikning buzilishiga olib keladi. Natijada ushbu hududlarda yashayotgan bo'rilarning dastlabki 3 bolasini ovchilar otishadi. Ular yashayotgan qamishzor yoqib yuboriladi. Oqibatda bo'rilarning yana 5 ta bolasi olovda nobud bo'ladi. Ilojsiz qolgan bo'rilar Akbara va Toshchaynar tog'ga ko'chishga majbur bo'lishadi. Lekin bu yerda ham ularni tinch qo'yishmaydi. Asarning salbiy qahramoni Bozorboy yangi dunyoga kelgan 4 bo'ri bolasini sotib yuboradi. Asarning yana bir qahramoni Avdiy Kallistratovich esa insonlarni bunday jaholatdan qaytarishga urinadi. Lekin johil kimsalar uning maslahatiga solmaydilar. Buni asarni o'qish davomida bilib olasiz.